Ta'lim tizimida xorijiy mamlakatlar oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish, ular bilan o'zaro integratsiyaga kirishish juda muhim hisoblanadi. Ayniqsa chet tillari yo'nalishida kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari uchun bu katta ahamiyat kasb etadi. Andijon davlat chet tillari instituti bugun 20 ga yaqin yetakchi xorijiy oliy ta'lim dargohlari bilan akademik hamda ilmiy innovatsion yo'nalishlarda hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Andijon davlat chet tillari institutida joriy o'quv yilidan boshlab koreys tili ta'lim yo'nalishi faoliyati yo'lga qo'yildi. Til o'qitishni rivojlantirish maqsadida Janubiy Koreyaning Cheju Xala universiteti bilan o'quv va ilmiy sohalarda hamkorlik qilish bo'yicha memorandum imzolangan. Shartnomaga ko'ra akademik almashinuv dasturlarini tashkil etish, hamkorlikda ilmiy innovatsion tadqiqot ishlarini olib borish belgilangan. Shuningdek, Andijon davlat chet tillari institutida koreys tilini o'rgatishga mo'ljallangan markaz tashkil etilishi ko'zda tutilgan edi. Kuni kecha Cheju Xala universiteti rektori boshchiligidagi delegatsiya Andijonda bo'lib, Qirol Sejong nomli koreys tili markazining ochilish marosimiga bag'ishlangan tadbirlarda qatnashdi. Qirol Sejong fondi dunyoning 8 ta davlatida 120 ta koreys tili o'quv markazlariga ega. Andijon davlat chet tillari institutida ochilgan esa O'zbekistondagi 8-chisi hisoblanadi. Ushbu markaz hozirgacha koreys tiliga qiziquvchi va o'rganishni xohlagan 90 nafar yoshlarni ro'yxatga oldi. 제주 한라대학교 국제교류처장이자 Cheju Xala universiteti bilan hamkorlikda Qirol Sejong Andijon til markazini ochilish marosimiga keldik va bizga tayyorlangan tadbirdan juda ham xursand bo'ldik. Kelajakda Andijon Qirol Sejong til markazini bitirgan talabalar Koreya oliy o'quv yurtlariga o'qishga va undan tashqari ish shartnomasi, mehnat shartnomasi orqali ishlash safariga borganda tildan hech qanday qiyinchiliksiz Koreyada o'z o'rnini topadi degan umiddamiz. Bizga qilgan hamma tayyorgarliklar uchun rahmat. 다시 한번 안디전에 대한 축복을 기원하겠습니다. 감사합니다. Tadbirning asosiy qismi institutning konferensiyalar zalida tashkil etildi. Muloqot davomida Andijon davlat chet tillari instituti professor o'qituvchilarini Koreya Respublikasiga malaka oshirish va stajirovkaga yuborish, talabalar almashinuvi dasturlari bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar muhokama etildi. Kelajakda Andijon Qirol Sejong til markazi o'sha nafaqat til o'rgatib, balki kasb egalarini ham tilga yo'naltirish orqali tashqi mehnat migratsiyasi agentligi yordamida til markazida o'qiganlarni Koreyada ishlashiga imkoniyat yaratish bilan ham shug'ullanishi belgilanib olindi. Bundan tashqari Andijon davlat chet tillari instituti bilan Cheju Xala universiteti o'rtasida o'sha ikki tomonlama talaba almashinuvi, o'qituvchi almashinuvi va institutda koreys tili testi olinishlariga ham kelishib olindi. Yangi loyihalarni o'z ichiga olgan hamkorlik memorandum imzolanganidan so'ng institutning bir guruh olimlariga Cheju Xala universitetining faxriy professori unvonlari berildi. Uchrashuv so'ngida tomonlar o'z milliyligini aks ettiruvchi sovg'alar almashib olishdi.